Men bir kun shogirdlarimga vazifa qilib berdim. Agar ertaga imtihon 1-avgust. Agar dedim, ota-onangizni oyog'ini yuvmasangiz kelmang bu yoqqa, men duo qilib bermayman dedim. Hozir borib to'g'ridan-to'g'ri bag'riga bosadigan farzandlar kam bosib keta olmaydi, qo'llarini o'pa olmaydi. Parda bor, to'siq bor, yirik masofa bor. Shunaqa yirik masofa sohibi bo'lgan bir qizimiz aytadi. Onajonimni biror marta quchoqlamagandim. Dadajonim o'ta jahldor, qattiqqo'l kishi edilar. Dadajonim bilan biror marta o'tirib gaplashmagandim deydilar. Ustoz, kecha vazifa berdingiz, yig'lab kelganda yonimga. Vazifa berdingiz, nima qilishni bilmayman. Kelmasam ertaga o'qishim bor, duoingizni olishni xohlayman deydilar. Uyga bordim. Bitta tog'orachaga suv qildim. Otajonim bilan onajonim tapchanda xontaxt atrofida o'tirib gaplashishardi. Nima qilishni bilmayman deydi. U yoqqa o'taman, bu yoqqa o'taman, nima qilishni bilmayman deydi. Yoniga bordimda, onamning yoniga bordim deydi. Ko'zimga yosh keladi bu narsani eslasamda. Aytadiki, onajonim yoniga bordim deydi. Onajon, suvni qo'yganman deydilar. Hech e'tibor qilmay turibdilar. Ustozim bir vazifa bergandilar. Shuni qilmoqchi edim. Bor bolam, vazifangni qil, o'qishga kirishing kerak, imtihoning oz qoldi deb aytdilar deydi. Yo, boshqa vazifa, oyog'ingizni yuvib qo'yishim kerak ekan deb aytdim deydilar. Onajonim bu gapni eshitish bilan yig'lavordi deydilar-da. Oyoqlarini uzatmadilar. Men oyoqlarimni tortib yuvishni boshladim deydilar. Dadamni yig'laganini umrimni shu paytgacha biror marta ko'rmagandim deydi. Dadam teskari turib yig'lab turardilar deydi. Oyoqlarini yuvdim. Keyin dadajonimga navbat keldi. Tog'origa suvni yangi tayyorlab dadajonimni qo'yganimda dadajonim oyoqlarini o'zlari qo'ydilar, lekin yuzimga biror marta tikilib qaramadilar deydilar. Qattiq yig'lardilar deydi-da, vaqt o'tib ketdi deydi. Ustoz, bugun borsam aniq bilaman, hayotim to'liq o'zgargan bo'ladi deydi. O'sha o'quvchim o'qishga kirdi, mazza qilib o'qib yuribdi. Inshaalloh Alloh taolo katta muvaffaqiyatlar bersin. Agar buni yaxshi niyatlar bilan qilgan bo'lsa, Allohning rizoligi uchun qilgan bo'lsa, katta mukofotlar kutib turibdi inshaalloh. Shunga qadrdonlar biling. Men sizni ta'sirlanib ketish uchun bu gaplarni aytmayman. Busiz ilm yo'q. Busiz ilm yo'q. Ustozni hurmat qilmasdan, ilmni hurmat qilmasdan, ota-onani hurmat qilmasdan hech narsaga erishib bo'lmaydi. Hech narsaga erishib bo'lmaydi.